Kuduskamda bu çarı mektepte azırak okuplar keyin boshqa bir ustun tutuplar chiqib g'ayriy ilm oldabolaydigan qilib. Biroq qo'yishimizdan qo'y o'qib sep ma'lumotli qilib qo'ydi. Qo'y ma'lumotsa qarang. Ajoyib odamlarga o'xshab ekan. Da tamshaydi bir kalini aytib g'ayriy bir davolab qo'yib mayli tanqich ketdi. Uni xuddi o'shda qilib qo'ydi ekan mollarni. Qanday qildi Abdurahmon Kanda bir akimizdan qalsa rost bo'lgan voqelikchimi ma til tikan bo'lib qolib Qudus kelib bo'lmanda Qudusga nada bizning makalni bilmay yuribdi og'zidan sho'lga yaqsa til tikan bo'lib qolibdi deb u asan tilim tatiblar timaga qo'shda tilidagi bitta qora bir tikandek bir nima bo'ldi aytgan yakta talli yutib sukutinglar debdi-da. Abdurahmon Kan mal doktorumgan keyin vali bazaqani bir besib tutni bog'lab kira ağzını. Kaldı deganni bilsa, shaq yeganni boshqa og'zini ochmaydigan ko'p. Kaplık tilini tutup, teshig'i ay chiqishi ya Qudusga makalning tilini fakat tutamadım. Bu aka ulanlar tutamaysan da latifeyle kiyip gel tutsam ulan sıyrılmaydı deganken o'ylab baqsam to'g'ri ekanda. Oq palay bir ko'ylak kiyiplar. Bayam kanın direktör etken isi de baka. Tutsa şaplı tutuptu-da. Orada. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Postluq tilini qo'lga. Ne? Bize lapas qolgan kalar. Gidiyor da kanyan. Gidiyor da. Vali bu kadar kaçok alaman. Yapılganda çatak degan Quduskan qurayla tilning issiq vaqtida dedi. Qudus nada fikrmcha ma. Sen deganda qilgan kanal til qilaman. 10 minutli barina deb qo'ydi. Moto o'z jiddiyatlikda kanal tilini dumtiki qo'yibdi. Dumtiki qo'ysa qanday qiziqish bo'lganda. Elab yeganda teshik otadigan. 抖音